Patirnon haqi oqni ushlab gapiraman, bro. Vaynlar miyamizni zo'rlayapti. Bu fakt. Olimlarning 2025-yil Amerikada o'tkazgan tadqiqotlarga ko'ra, Vayn ko'radigan odamlar miyasida 1 tonna bug' borligi aniqlangan. To'g'ri, balki iminni siz Vayn ko'rmasligingiz mumkin. Xo'p, men shunchaki jamiyatimga, xalqimga va prezidentimga shunchaki befarq bo'lmaylik degan maqsadda propaganda qilmoqchiman xolos. Xalqim uchun jonim fido. Buni ko'r. Lablaringizni saqlang. Nima qilsan? Kamera turibdi, kamera. Videoni yomon ko'ring, kedamas. Tren to'g'ri qo'ymaysanlar. Kemaydi. Shuncha qilgan Deyin bro, eng qizig'i bu videoni 24 millionta odam paqirlab yegan. Mansurov kanaldagi videolar prosmotrini gapirmasam ham bo'ladi. Buni ko'r. A few moments later. Show bo'ladi, nima bo'ladi? Bo'ladi. 1,5 millionta odamni loq qilib olib o'tiribdi. 500 million so'm yutib olishinglar uchun nimalar qilishinglar kerak? O'zi bu brat Mr. Beast uzun market versiyasi bo'lsa, undan ko'ra Berdiyev brat yaxshiroq edi. Davo. Ha mayli. Aziz Mahmudov kabi jamiyatga foydasi tegadigan insonlar ham ko'payishi kerak. Hammaga salom, jismoniy tarbiyani boshlab oldik. Qanday beg'ubor insona, to'g'rimi? Ibratli videolarni-ku gapirmasam ham bo'ladi. Yigitlar, o'g'lim, nimadan qarz bo'lib qoldi? 80-yillarning bolasisiz. O'g'lingiz kartoshning dolgi bor. 100 ming dollar yetkazib qo'ydi. 100 ming dollar? Xo'p, nima qilamiz? O'g'lingizning qarziga viza tikasizmi? 500 ming dollar turadi. O'g'limning sizdan bor yo'q 100 ming dollar qarzi bor. Qolganini qayerdan qo'yasiz? O'zi sizga shans beryapmiz. O'g'lingizning qarziga. Viza tiksangiz o'ynab oling. Qarzilarni bo'lib yetkazib qo'ysiz. Shunaqami? Unda bir kun o'ynaymiz. Okey, qimordan hech qachon o'tkazib. Xos, biringiz. Jasur, kartani taxla. Qani? Sizga to'y bo'lib. Tut. Do'daga ber. Sizga to'y bo'lib. Oching do'da. Yeah, boy. Marhamat. Yo Robbim, senga qasam qilgan edim. Bu yo'lga boshqa kirmayman deb. Lekin hozir shunaqa vaziyatdaman. O'zing kechir. O'zing qo'llab, Alloh akbar. Iltimos, bu uyga boshqa kelmalar. Ibrat ekanda deb olaverar ekanda. Bu videoga men stop abaylashish deyman. O'zbek seriallari esa bu alohida mavzu. Miyamizni zo'rlab qo'limizga tutqazishyapti. Bro, bu gaplarni bir tiyinlik foydasi yo'q, bilaman. Xalq trash yeyishga o'rganib qolgan. Haq gap. Bularni bariga bitta yechim taklif qilishim mumkin. Bu blog. Keyingi videoda qanaqa qilib oyoq bilan gung qilish haqida gaplashamiz.